does it feel when it's quiet and calm? And will I be denied? How will it feel when it's time to move on? Mother says kneeling prayer. Xitoyliklar nimaga ingliz tilini bilmaydi deb o'ylardim. Sababi o'zi ularda globalniy bozorga chiqishni xohishi ham yo'q ekan, kerak ham emas ekan. Chunki Xitoy o'zi shu darajada katta bozor. Buni o'zini egallab olgan brendlarga Xitoy o'zi yetadi, ularga kerak emas boshqa joylarga chiqish. Mana bizga ham bo'lyapti hozir. Chet elliklar juda kam. Menimcha bitta bizami deb o'ylab qoldim, chet ellik. Yo'q-da, boshqa hamma xitoyliklar. Qiziq. Shuning uchun Xitoy bozorini o'zi katta. Xitoy bozorida o'zi lider bo'lib olgan brendlar, ana globalniy liderlar bilan deyarli bir xil daromad qiladi. Chet elga chiqadigan Xitoy brendlari ham ko'pincha ana o'zini bozorida o'rin topolmagan, kirolmagan brendlar keyin chet elga chiqishar ekanda. Boshqa davlatlarda masalan bizada chet elga kim chiqadi? Birinchi O'zbekistonda muvaffaqiyatli bo'lgan brendlar chiqadi-yu, ularda chappa-chappa. Xitoy o'zida muvaffaqiyat qozona olmasa, keyin chet elga chiqishar ekan. Qiziq-a? Shu uchun ingliz tili, rus tili kerak emas bularga. O'zini tili, o'zini odamlari yetib ortadi. Shu darajada katta bozor. I love you. Tape 1. I love you for so many reasons. I love you. Shanxay metrosi ancha tartibli ekan. Toza, odam ham unaqa ko'p emas. Akkuratli ishlangan ekan, yaxshi. O'zi o'ylab qoldim, vlog yaxshi chiqishi uchun. O'tgan joyimdan gapirishim kerak emas, masalan, metro haqida, borgan joyim haqida emas. Umumiy hammaga qiziq mavzularda gaplashib o'tishim kerak edi. Orqa fonda har xil joylarga borganim ketaveradi. Shunda vlog qiziqroq chiqar ekan deb o'ylab qoldim. Endi biz qaysi tomonga ketamiz? Shuna deb yozganmiz. Gavjum. Odam to'la. Yorqamda o'sha Xitoylarning qaysidir amaldor uyi, saroy emaslarniki. Lekin tabiati chiroyli, manzarasi, uy ichida mana shu hovuz bo'lsa, yashab berardim. Soat ertalabki 4:30. Mana esa quyosh chiqishini dengiz bo'yidan ko'rish uchun to'g'rirog'i. Endi quyosh chiqyapti shaharda e'tibor berayotgan bo'lsalarsiz, umumiy shaharni kunduzgi versiyasini ko'rish uchun chiqdim. Endi sizlar bilan hozir bitta ko'ramiz. Shanxay kunduzi qanaqa ko'rinishda bo'ladi. To'g'risini aytaman, ozgina qo'rquv boshida sarasiz. Begona shahar. Borib kun bo'ldim bu yerda. Qorong'u ko'chalar. Lekin Shanxayda menga eng yoqqan tomoni shaharning tozaligi, ozodaligi. Asfalt tizimi, pavilyonlar, hammasi toza, umuman musor yo'q, yuvilgan, yalt-yalt. Ko'chada hozir to'g'risi yana qo'rqib ketdim. Bo'g'inchlik qilyapti. Ko'rib qoldim, zontik olgan, zontikdagida yana o'zbek bo'g'inchayotgan ekan. Qiziq. Kuzatishda davom etinglar. Nima bo'ladi? Nima haqida gapirib turgandim, qarang, cho'chib ketdim-da. Shahar toza, shu desalar, shahar toza, tozaligiga gap yo'q. O'zi umumiy Gemini bilan gaplashganimda aytdi, shaharda qo'rqish kerak emas. Crime rate, ya'ni nima deydi?
jinoyat ko'rsatkichlari juda past. Umuman deyarli unaqa bo'lmaydi, ya'ni qanaqadir inson joniga xatarli narsalar emas. Eng bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyat ham kisavurlik deydi-yu, kisavurlik bo'lishi mumkin. Qolgan jinoyatlardan qo'rqmasang ham bo'ladi degan narsani aytdi. Hozir kunduz bo'lishiga qaramasdan, ya'ni soat 5 bo'ldi. Havo issiq bilan dim, namlik yuqoriligiga issiq terlamayman. Mana boshla. Keldik. North Band Bay. Mana kirish ekan. Masjiddan. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dream of the places I've been.